Bir bu yerda to'rtta remkalarni oldi fasad zinasi. 2 bu yerdan to'rtta zinapoya ko'tariladi. Plashatka. Ikkinchi etajga tashqi fasadning aylana zinapoyasi. Tepada plashatkasi bo'ladi. 3 chap tomondan aylana bo'lib bu yoqqa bo'ladi. Bu yerda aylana bo'lib oysimon shaklda plashatka bo'ladi tepada. Hozir aytganimdek chap tomondan boshlab bu yoqqa bo'ladi. Xuddi shu yerda oysimon shaklda plashatka monolit qo'yamiz. Shogirdimiz Mahmudjon o'zi remkalar bilan tagini podushkasini qo'ylashni boshladilar. Keyin mana bu derazaning tepasidan deraza bo'ladi. Shotka kobradan ikkita kobra qilamiz. Balkon chiqazamiz. Bitta bu yerga, bitta bu yerga ham chiqazamiz balkon. Xuddi shu ko'rib turgan derazaning tepasiga. Xo'p, bizga keragini Gavdani qaraykom, gavdanga yarasha ish qilgin. bitta qo'limni ko'taraman. Ha. Assalomu alaykum. Ha? Alhamdulillah, Allohning izni bilan mana Angranga ham yetib keldi. Qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hammaga yana bir assalomu alaykum. Allohning izni bilan obyektimizni boshlab oldik. Inshaalloh sizlarga zinapoyamiz haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shu ko'rib turganingizdek, shu yerdan shunday aylana bo'lib, oysimon bo'lib tepaga chiqib boradi. Mana shu oysimon joyimizda xona u tepaga chiqib boradi. Joyimizning общий balandligi 315 sm. 20 bitta stupenkamiz bor bu yerda. Stupenkamizning balandligi esa 15 sm dan tushgan. Xo'p, zinapoyamizning oldi tomoni 24 sm, orqa tomonimiz esa 41 sm, o'rtamiz shunda 31 ga to'g'ri kelyapti zinapoyamiz. Ustamiz Abduqahhor inshaalloh chiroyli qilib chizishlarni boshladilar o'sha. Razmerlarni bo'lib chiqqandilar hammasini. Inshaalloh o'zi zinapoyani boshladilar. Bitta atves beraman, shu pastdan yo'llab olavering, chunki qirra to'g'ri emas. O'shani hisobiga atves Jara kalau macam bu itu kan kalau ada satu solo jangan misalnya apa pas aku curah waras betul ya tetap tuh Chapqolga 1 sm sho'raka. Bo'ldi. Ko'payib ketdi aka. Bo'ldi, Aysha. Okay. Bitta 5 sm ga ko'chirgan ekan. 5 sm.
So'zlashlarimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sizlarning qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga boshqa beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiyaga, kommentariyaga telefon nomerimizni yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ancha tanaffus qildik. Endi xudo xolasa harakat qilamiz. Doimiy video qo'yib borishga. Mana sizlarga savollarga harakat qilamiz, javob berishga. Asa dubllarni sug'urib olsangiz, hozir mana bu ishlatasiz aka. Gvozdir ishlatsin. Mana bu qo'yib borasiz, ishlatasiz mana bu. Gvozdir o'chiradi. Bu videoni esa albatta qurilish qilayotgan yo'ldosh, birodar, qarindosh, tanishlarini yuborib qo'yishini so'rab qolamiz. Xizmatimiz tugayotganidan albatta xursandmiz. Kimdir bizning xizmatimizdan foydalanib xursand bo'layotgan bo'lsa, juda mamnunmiz. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar degan umiddamiz. Yangi videolarni inshaalloh qo'yib boraveramiz endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.